Osmani sultanları Yavuz Sultan Selim Osmani dövletining 9. padişahı. Hüküm sürgen devri 1512 yıldan 1520 yılgacha. O 1512 yılı 24 aprel taxtga chiqdi. Texi dadisi saq vaqtidala Safaviylar Anatoliyada Shia tashviqoti qilyotdi. Sultan Selim bu masalani tegidan hal qilish uchun harakatga o'tdi. Osmanlılar qo'shoni bilan Safaviylar qo'shoni 1514 yılı 23 avgustda Chaldiran tuzlanligida uchrashdi. Jangda Osmani davlati g'alaba qildi. Bu orqali Sharqiy Anatoliya va Sharqiy Janub Anatoliya xavfdan qutulib, Safaviylarning xatiri yo'q qilindi. Yavuz Chaldiran urushidan keyin Mamlukilarga qo'shin tortishni qaror qildi. Muqaddas joylar Makka va Madina Mamlukilarga tava edi. Onun ustiga Abbasi xalifalari Misrda turib-atdi. Dunyoning xilma-xil joylaridan o'limalar Sultan Selimga maktub avatib-atdi. Bu maktublarda xalifalikning haqqini ado qila olmagan, fitnalar ichida qolgan bu shaharlarning Osmonilarning adil hokimiyatiga kirishni talab qilishgan edi. Buni muqaddas bir vazifa deb bilgan Yavuz Sultan Selim nihoyat maxfiy holda tayyorliklarni boshlab, oldin ola harakatga o'tdi. 1516 yılı Halep etrafidagi Marji Dabıqda, 1517 yılı Qahira etrafidagi Razaniyada Mamlukilarni mag'lub qildi. Bu urush natijasida Misr, Suriya, Falastin va Hijaz tuproqlari Osmonilarga qo'shildi. Xalifalik Osmonilarga o'tdi. Muqaddas amonatlar İstanbulga yetkazdi. Yavuz 1520 yılı Yevropa qo'shin tortishni qaror qilgan edi. Bu asnoda dumbisiga chiqqan yara qisqagina vaqtda og'ir jarohatga aylandi. Tunji Osmani xalifasi 2 oy keyin, ya'ni 1520 yılı 21 sentabr juma kuni oqshom vafot topdi. İstanbuldagi Yavuz Sultan Selim masjidi qabrgohiga dafn qilindi. Osman o'g'illarining ichida ilm jihatda eng yuqorisi Yavuz Sultan Selimdir. Arabcha va Farschani puxta biladi. Arabcha asarlarni tadqiq qiladi, Farscha she'rlar yozadi. Eng chong orzusi islomga yuqtirilmoqchi bo'lgan fitnalarni yo'q qilish edi. Bu sababdan uzun yillar shialar bilan urushdi. اذكر الصديق فخرا وابن عفان البعر سلان والفاتح عثمان وابنة شفين والغازي سليمان